Salomni sen berib bo'lding. Men Ali yogani keldim. Sen bilan qondoshlik rishtamiz uzildi. Maslahatim, o'zingni o'zing o'ldirib ol. Ishtahim ham bor. Aka, akalar tog'ani ancha bunchaga qisib tashladi. Shunga keldi shamol. Ag'aying kim? Ag'ay, kattasi, Bekning eng ishonchli odami. Tog'ga o'xshagan insonlarni maxsus tayyorlab, davlatlarga joylashtiradi. Ag'ayning shu hujjati orqali Bek barcha jinoyat to'dalarni, jinoyatchilarni hammasini nazoratga olgan. Ag'ayga 50 yil xizmat qilgan bilasan, bittaga jahatlik kechirmaydi. Jinoyat olamida ustoz ishadi. O'zbekiston, Qozog'iston, Turkiya, Ozarbayjon, Yevropa, SNGdan tashqari juda katta mamlakatlarga ham o'zini maxsus odamlar qo'ygan. Shuning uchun ham bu olamda eng kattalari. Bu piramidani qilishi ancha-muncha qiyin. Shuning uchun o'ylanish qilish kerak. Men bu vaziyatda qanday yutish yo'lini bilaman. O'zingni urushga qatnashmayotgandek ko'rsatasan. Qaysi taraf yutqizsa, yutayotgan tomonga borib, sekin yon bosasan. Qachongacha raqibingni orqasidan pichoq urishasan? Mard bo'lib, erkak bo'lib, raqibingni ko'ziga qarab turish, erkak bo'lish. Bo'ldi, charchadim. Bektoshni oldiga borib, senga suiqasdni men qilganman deb aytaman. Sharpa seni esing joydami? Kallamiz ketadi-ya. Uzum qildim deyman. Senlarda aytadigan nomardmasman. Senlar undan ko'ra duo qilish. Bektosh menga senlarni o'ldirishni buyursa, kiprik qoqmay o'ldiraman. Ish qilib, ishni pachavasini chiqarmasa bo'ldi. Sharpa sotmayman dedimi? Sotmaydi. Sen xavotir olma. Bo'ldi, xo'p. Hozir ketyapman mana, oldim. Xo'p, ketdim. Salom Bektosh. Agar xohlasam, seni shu yerda o'ldirardim. Qani? Urinib ko'rchi? O'zi bu dunyoda nomardlar tiqilib yotibdi. Seni o'ldirib, ular qatoriga qo'shilishni xohlamayman. Unda nimaga kelding? Senga suiqasd qilgan menman. Xatoyimni tan olib, sen bilan aka-uka bo'lgani keldim. Meni sendaqa akam ham, ukam ham yo'q. Tosh mashinadan. Mayli, sen mard odamsan. Men mard odamlarning gapini ko'taraman. Lekin bir narsani unutma. Men seni doim yoningda soya kabi. Tenderda o'tmasak bo'lmaydi. To'g'ri. Raqobatchilar ham ancha yaxshi harakat qilyapti. Aka, shamol bizga tegishli hamma joyda bosibdi. Ishchilar sarosimada. Tog'a. O'zlarni bir-biriga qarshi qo'yib adashdingizda. Shu tog'in ham, ag'ayam, shamollagan ham jonimga tegdi. Men ishim. Shoh Bektoshga qarshi chiqib adashdingda. Shu pulga bekor ushdingmi deyman-da. Qanaqa pul haqida gapiryapsan? Men bu ishga pul uchun aralashganim yo'q. Bilasanmi biz orqamizda kim turibdi? Senlar qo'rqmasdan men aytgan ishlarni qilish. Endi bu o'yinda yangi lider paydo bo'ldi. Bektosh ham, tog'asi ham Xonda ismini eshitganda
chetga chiqishadi. Endi senlar meni qanotim ostidasanlar. Xo'p. Yo'g'i, xon biz orqamizda turibdimi? Endi Bektoshni o'rniga qo'yib, Oyatullohdan pulni oladigan payt kelibdi. Oxir, qanaqa mischaqa haqida gapiryapsan? Men senga oltin kon haqida gapiryapman. Agar xon biz orqamizda tursa, hamma ish bizni qo'limizga o'tadi. Oyoqlari bosh, boshlar oyoq bo'ladi deb bekarga aytmayapman. Endi biz eng kattalari bo'lamiz. Bugundan boshlab bu ishlarni o'zing nazoratingga ol. Shamol. Sen kimsan? Men Dovudman. Dovud. Ha! Qani sheriklaring? Sen bu yerda qayerdan topding bilmadim-u, lekin bu yerga seni ajal yetalab kelgan. Sen orqangdan dum yetalaysan. Menga qara. Men seni ustozing Bektoshda ustozi bo'laman. Senlarda nima qilishingni oldindan bilaman. Bu qarab tursan, oldida to'siq, uni orqasida turgan ikki singari faqat vovullashdan u yog'iga o'tmaysanlar shekilli. Men bajaraman. Degan gap. Sen o'zingdan kim yasab olding? Qani bitta bajarib ko'rchi. Bektoshga ustoz bo'lishi mumkin emas. Chunki Bektosh maqtanmaydi. Bundan keyin aqli yetmagan ishga bu meni tuhmat. Bektosh quloqsiz shogird edi. Sen birato'la ko'r ekansan. Kim bilan o'ynashayotganingni bilmayapsan. Olov bilan o'ynashyapsan. Kuyasan. Undan ko'ra xizmatimni qilib, qo'limni o'p. Men shu darajada sovuqqon insonman. Hatto muskal. Bir deganda alangingni o'chiribdan butun umr tutab yurasan. Qani, men uni o'ldiraman. Kishi, o'zingni bos. Dovud eshitganimizcha bor ekan. Bizga munosib raqib chiqdi. Ha, onam siz ham ajoyibsizda. Ha, uylanaman. Ha, Damazda kelganman birov bilmasin deb. Ona, hozir telefon qilib yuboraman. Chiqasanmi sanam? Hoji aka, Abdulazizmi? Dovudmi? Yondim. Assalomu alaykum. Hojim kech bo'lganda nima qilyapsiz bu yerda? Alaykum assalom. Shu yerda ishim bor edi. Hoji aka, yaxshiyam men ko'rib qoldim. Hozir Mavrud emas. Buni bizga qo'yib bering. Agar bular o'lish kerak bo'lsa, 1 minut ham yashamagan bo'ladi. Endi bular aka kalavan uchun. O'g'lim o'lib, uni qotillar yashab yuraveradimi uka? Aka, sizni dardingizni his qilib turibman. Bularning jazosini beradigan davlat bor. Siz ozgina sabr qilib turing. Turay Komil dars tugadi. Bore, meni bezovta qilmagin. Zalga borish kerak, Komil tur. Sen ham umr deysan ekan-da. Turdim. Ertaroq o'tib qo'ymabsan-da. Uni kim? Nima ketyapti? Nima qilyapsan? Ana nima o't? To'xta deyapman senga. Sen universitetiga bunaqa ishlaringni yig'ishtir. Doğdunmi? Tulalikmi to'roningni. Oshna, meni ham to'g'ri shu narsani qilmasam, meni o'ldirishib yuboradi. Tushunmadim. Sen nimaga o'ldirishib yuboradi? Katta ishlarga aralashib qolganman. Shu narsani sotmasam bo'lmaydi. Iltimos, sen aralashma. Meni seni majburlayotgan odamlarning oldiga olib borasan. Yo'q, oshna. Olib borasan deyapman senga. Hop. To'shol. Nima chaqirding? Dori tugadimi? Aka, men bu narsalarni sota olmayman. Mashinalarim bilib qolishdi. Meni qiziqtirmaydi, bo'lmasa pulni tug'ib bo'l. Sen misan o'sha odam o'ldiradigan?
Senga bu maktab territoriyasida o'ralashma deganmidim? To'mi, sen meni ishlarimga aralashma. To'mi, sen biz ishimizni tushunmaysan. Bizning qarzlarimiz bor, biz majburmiz. Senlarni kim qarz qilib qo'ygan bo'lsa, meni ash odamni oldiga olib borishasan. Yurish ketdik. Bo'ldi, Shoh aka. Nega o'tirish? Shoh aka. Bektosh bilan Davudni oldiga borgandan keyin yapon ko'rinmayapti. Davud bizni kuzatyapti shekilli. O'zini o'zi o'ldirgan bolam dadasi meni o'ldirmoqchi edi. Davud to'xtatib qoldi. Aniq bizni kuzatyapti. Xo'p, Shoh aka. Tinchlikmi, kim bu? Aka, sizlarni qilayotgan ishinglardan xabarim bor. Yosh bolalarni aldab qarz qilib qo'yapsizlar ekan. Aytgancha, senga qoldimi to'g'ri bilan noto'g'rini ajratish? Nima bu gaplarni gapirgani qo'rqmayapsanmi? Kimdan qo'rqishim kerak aka? To'g'ri o'g'il bola liboja deb butun gapiradi. Lekin siz bu yerda noto'g'risiz. Sen bola menga yoqib qolding. Yosh bo'lsang ham yuraging butun ekan. Birlashamiz. Yaxshi to'layman. Menga xoram pulingiz ham, gryaz ishingiz ham kerak emas. Nima zapis qilyapsan?